Oylik daromadingiz qancha? Aka, ishoring u inson uchun men borimni tik ko'rganman. Men prodyuserman, men blogerman. Reklama narxi $2000 desam, Yalg'onda ehson deb u qizga ya'ni 5% ber, qolgan foizini o'zing sol deganga. men savolga javob beraman. Bitta qo'llar olaman, pulni tashib beraman. To'xtab turing, xo'p. Bir Mahalla show kanalida o'z yuzingizni taniltirmoqchi bo'lsangiz yoki videolarimiz davomida mahsulotingizni reklama qildirmoqchi bo'lsangiz yoki kompaniyangiz logotipi videolarimiz tepasida turishni xohlayotgan bo'lsangiz, pastdagi Telegram nomerimizga Telegram orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin. Reklama narxlari juda ham arzon. Siz bilan ishlayotganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Assalomu alaykum Mahalla show kanalining hurmatli kuzatuvchilari, assalomu alaykum mahallamizning mehmonlari. Bugungi mahallamizning mehmoni prodyuser, rejissyor, aktyor, xonanda hamda bloger Shohrux Iskandarov. Assalomu alaykum Shohrux aka, yaxshi kelibsiz. Charchamasdan. Rahmat olun. Qimmatli vaqtingizni bir og'iz gapimiz bilan yo'q demasdan kelganingiz uchun avvalambor Alloh rozi bo'lsin. Rahmat kattakon. Taklif uchun sizlarga ham rahmat. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Sizga bir qiziqadigan bizni kuzatuvchilarimizdan sizga qiziqadigan insonlar bor ekan. Shu siz bilamiz, prodyusersiz, rejissyor, xonandasiz, blogerchilik qilib turasiz, statuslar yozib. Shunga bir sohalaringiz bo'yicha bir 4-5 ta savol beramiz. Qo'ldan kelgancha javob berasiz. Yoqmasa keyingisida ketaverasiz, xudo xohlasa. Baholi qudrat. Nasib inshaalloh. Bir qisqacha o'zingiz haqida bir ma'lumot bersangiz. Shohrux, ismim 27 yoshman. Shu aytganingizdek shu kasblar egasiman. Piskentda yashayman. Nurafshon Piskent o'rta chegarasida. Asli qayerdansiz? O'zi asli tug'ilishim Andijon viloyatidan. Andijon viloyatidan. Hozirda Piskentda yashaysiz. Uydagilar borganda o'sha tug'ilganman endi. Tushunadi. O'sha paytga borib qo'yishgan bo'ladi deb. Mana shunaqa. O'sha Radondan chiqib, bu yoqqa kelganman, yana qaytib o'z joyimga. Keyin qon to'kilgan suv aytiradi tashaning uchun. To'g'ri, to'g'ri. Hozir Piskent tumanida yashayman. Prodyuserlik bo'yicha savol beraman. Pulni qayerdan olyapsiz? Siz bo'lmasa. Puldimi? Olyapmiz, Xudo beryapti rizqimizni. Yosh bo'lishingizga qaramasdan turib prodyuserlik qilyapsiz ekan. Biron joyda ishlaysizmi? Yo bironda bizneslar bormi? Kelib turadigan joyi bor, to'g'ri. Endi bizning sohada mediada prodyuserlik qanaqa bo'ladi? Ya'ni biror bir ijodkorni qo'llab-quvvatlab, uni moliyaviy tomonlama o'sha ijod qilishiga erkinlik yaratib beradigan insonlar bu prodyuser deyiladi. Yoki misol uchun muzikalniy prodyuserlar bor, qo'shiq o'zining studiyasi bor, ular studiyo beradi. Studiyada qo'shiq yozib beradi, musiqa bastalab beradi. Yana shu, mana misol uchun. Shu paytgacha kimlarga prodyuserlik qilgansiz? Qaysi san'atkorlarga? Aktyor, aktrisaligimi nima? Xonanda deylik. Aktrisalarda Yasmina degan qizlarimiz bor, Malika degan qizlarimiz bor, Xilola degan qizlarimiz bor. Hozir novellalarda ishlayapti, boshqa qilyapti. Endi xonandalik bo'yicha xonandalar bilan ishlaganligimizda misol uchun ko'plab xonandalar bilan misol Shohrux Ergashev, Do'stbek Ergashev, Mahmud Namozov bilan birga ishlaganmiz. Ya'ni o'rtadagi loyihalar bo'yicha. Rejissyorlik bo'yicha biron joyda o'qiganmisiz yoki kimlarga shogird tushganmisiz? O'qiganman. O'qigansiz. Madaniyat institutida, zavodchida. Lekin hech kimga shogird tushmagansiz? Yo'q. Bu sohada menga misol uchun hech kim hech narsa mamnun buni qilasan degan inson bo'lmagan shu paytgacha. Lekin bitta xalqimizda bitta maqol bor. Ustoz ko'rmagan shoir har maqomga yo'rg'ilar deydi. Hozir siz bu gapingiz bilan ana shu maqolni mot qilyapsiz. Yo'q, bu nimada aka, qarang. Misol uchun insonda o'zi shaxsiy intuitsiya degan narsa bor, ya'ni o'zini qo'ldan keladigan narsalar. Ustoz bu kim? Ustoz unga yo'l yo'riq ko'rsatadigan inson. Ana endi inson qachonki o'zini anglay olar ekan, shunda unga yo'l yo'riq ko'rsatadigan inson kerak bo'lmaydi. Men shunchaki o'zim harakat qildim, o'xshasa o'xshadi, o'xshamasa kerak emas. Alloh beraman desa, ustoz sizdan beradi. Hozirda nechta kliplarni olgansiz? Hozir 100 dan ortiq klip olgan. 100 dan ortiq. Ko'p san'atkorlar bilan ishlaysiz? Albatta. Menimcha tanilli san'atkorlar bilan. Chunki videolaringizni ko'p ko'rganman, videolarda o'zingiz ham chiqasiz. Kliplarimiz o'zim. Endi san'atkordan taklif bo'lsa-da, bu misol uchun san'atkor o'z o'yini deydigan bo'lsa, o'zimiz o'ynaymiz. Yoki misol uchun o'z tanlagan aktyor bo'ladi yoki misol uchun biz o'zimiz tanlab olamiz, kasting qilib. Undan tashqari blogerchilik qilasiz. Blogerchilikda asosiy faoliyatingiz? Bu o'zim bloger deb bilmayman aka men. Lekin Instagramda normal auditoriyangiz bor. Da. 200 mingdan oshiqroq. 300 mingga yaqin. 300 mingga yaqin. Albatta. 300 mingga yaqin obunachi bor.
Buni men shunchaki yuragimdan o'tgan holat va boshqa vaziyatlarni auditoriyamga, ya'ni meni kuzatadigan insonlarga yetkazish. Bunda ortiqcha men podpisчигim ko'p bo'ladi, men millionta podpisчигga egalayman, boshqa degan narsa yo'q. Meni 10 ta odam ko'radi, 100 ta odam ko'radi, men gapiradigan gapimni gapiraman va u gaplar egalariga yetib boradi. Ya'ni siz Instagramda asosiy faoliyatingiz afrozim, status, shunga o'xshagan narsalar. Faqat gapiraman. Tushunarli. Shohruh Iskandarovni bizneslari bormi? Biron joyda ishlaydimi yoki bironda bir biznesni qilib qo'yganmi? Gastiniца deylik misol yoki bironda restoranmi? Qanaqa bizneslari bor? Sherikchilikda ochilgan biznes bor. Ayni gastiniца deganingizga Yusuf degan bir o'zim aktyor do'stim bor. Men bilan ko'plab misol uchun birga videolar qilgan. Yaxshi inson, yaxshi do'st, yaxshi hamkasb, mediada ham. Shu inson bilan hozirda mehmonxona faoliyatini olib boryapmiz. Endi boshlanyapti, Xudoga shukr. Yurdi. Hali plyusga kirmaganmiz endi. Alloh nasib qilsa undan plyusga kiramiz. Xudo xolasa nasib. Mana hozircha sizni qisqacha bo'lsa-da bilib oldik, aslida kimligingizni. Endi o'zimizni bir sizni taniydigan, sizga bir ashaddiy muxlislik qiladigan insonlardan bir ikkita savollar kelgan, shularni berib o'taman. Xo'p desangiz. Andijondan, Toshkentdan Anjanga yo'lga chiqibsiz. O'tgan yil. Burga gapirasizmi? Piyoda chiqibsiz, ha? Videolarda ham ko'rib chiqib qoldim. Qiyin bo'lmadimi yo'lda? Yo'l azobi, go'r azobi deydi aka, boyagi xalq maqollaridan bu ham. Qiyinchiliklar, qanday qiyinchiliklar dedingiz? Birinchidan nekomfort. Nekomfort. Ya'ni yo'lda endi o'zimizni jismoniy ehtiyojlarimiz bor. Shu narsaga nekomfort. Men o'zim avtomobilda ko'p yuraman. Piyoda kam yurganligim uchun menga yo'l ancha o'sha yurishda qiynaldim bo'ldi. Yurishda qiynaldingiz. Oziq-ovqat, cho'milish, hojatxona. Endi papti, misol uchun gastiniца bo'ldi, boshqa bo'ldi, shunaqangi bir amallab ketdik endi. Biz O'zbekistondamiz, mehmondo'st xalqimiz bor. Oziq-ovqat, men o'zim oshpazlikdan xabarim bor. Oshpazlikda o'qiganman o'zim. O'zimga yo'lda bitta kasb o'lcham bor. O'zi gapingizni bo'laman, qanaqa ushlamagan kasb bormi bironta? Aka, yo'lni topishni har vaqt ko'rganman. Erkak kishiga 40 hunar ham oz. Malades. Alloh omadingizni bersin inshaalloh. Kelajakdagi yoshlarimiz ham sizdan o'rnak olib, xudo xolasa. Ehson proyektiga aralashdi degan gap bor. Shohruh. Ya'ni ehsonni ketib teshik degan gap bor xalqimizda. Shu pulni yolg'ondan ehson deb u qizga ya'ni 5% ni ber, qolgan foizini o'zing sol degan gap bor. Nima deysiz? Aka, endi bu narsadan men xabarim yo'q. Qanchadir foizdan qolib, qanchadir nimadir qilishini. Men o'zi shunchaki yo'lga chiqayotgan insonman. Lekin yo'lga chiqishimdan oldin menga qo'ng'iroq bo'ldi. Shunaqangi bir qizimiz bor, yordam kerak. Men aytdim, mayli, baholi qudrat Alloh nasib qilganimizni qilamiz. Keyin yo'lga chiqdim. Men endi o'ylaganman, nima Alloh bergan rizqim bor, ataganim bor o'zimni. Agar bo'lmay qolsa, agar bo'lib qolsa, uni bermayman degan miyada bor ya'ni. Yo'lda ketyapmiz aka, misol uchun men bu ham suhbatda oldin aytdim-ku, men reklama olmayman aka Instagramga. Hamma aytadi, misol uchun aytayapti yo'lda ketayotganimizda, istoriya qo'yib bersa, reklama qo'yib bersa, yo'q, unaqa qilmayman. Fapolisdagi akalarimiz bor, bizning muzqaymoqlar bor, Toshloq muzqaymoqlari. O'sha yerdagi akalarimiz keldi yarim yo'lda. Ukajon, men muzqaymoq sizga olib keldik. Nimaga aka, men bu ataganimiz bor biz. Ular bo'ldi dedim, ular endi ehsonni summasi yashirin bo'lgani yaxshi. Ular berdi, uni bitta konvertgacha soldim. Chiroyli qilib solib qo'ydimda, o'zimniki ham turibdi. Endi ular faqat ular berganini bera olmayman. Borganimdan keyin, qiz ahvolini ko'rganimdan keyin inson tirik chiriydi-ku. Ya'ni shunaqangi kasallik bor ekan. Boshdan inson chiriyapti, yosh qizcha. Uni orzularini eshitdim, boshqarini eshitdim keyin. Qo'y, nima bo'lsa bo'ldi. Xudo senga beryapti, yana beradi dedimda. O'tda misol uchun menga o'sha yurgan joyimda qanaqadir katta bir pul tushib yoki boshqa bo'lib men nimadir yegan joyim yo'q. Xalq bilsin, ayting, qancha pul tushdi? Ayta olasizmi pulni? Xalq bilsin. Aka, o'sha tushgan pul 300 dollarga ham bormagan. 300 dollarga ham bormaydi. Dollar hisobda oladigan bo'lsangiz. Necha kunda bo'lgan bu 300 dollar yig'ilgan, necha kunda? Buni ham bitta aytdim-ku, mehmonlar keldi. O'shalar bergan. Boshqalardan men yo'lda reklama olmaganman. Yo'lda o'zim doim o'tganda to'xtab o'tadigan patrullarmi, vodiyga ko'p boraman, misol uchun. O'shdagilarni borganda stories qo'yib qo'yaman, bo'ldi. U reklamaga emas. Shunchaki. U shunchaki. Tavsiya qilasiz. Ha, men sabab yaxshi, men o'zimga yoqadi, muomalasi yaxshi. Borgandan keyin u pulni bera olmaysiz baribir. Shunchaki kutib borib yurdik, keyin o'zim yonimda atagan bor, uni ayta olmayman. Ha, bo'ldi, xo'p. O'shani qo'shdim, berdim. Bo'ldi.
Endi ular o'zlari biladi, balkim u pulni nima qiladi, nima qo'yadi, balkim sog'ligiga ishlatar, balkim shaxsiy ehtiyojga ishlatar. Sababi men ko'p ko'rganman, Ehsonga deb turib, shaxsiy ehtiyoj uchun ishlatgan ota-onalar ham borda, farzandini orqasida ishlagan. Bor lekin. Men lekin yaxshi niyatda berdim. Ertaga Allohning oldiga borganda qilgan gunohlarim bor, ularga ajr bo'ladi deb o'ylayman. Yo, malades. Ya'ni bu gap yolg'on. Shahru siz anaqa qilmagansiz, Ehsonni pulidan o'zi tushgan pul $300 bo'lgan bo'lsa, qanday Ehson to'laydi? Bu keltirib ham bera olmas. Sababi o'sha, misol uchun akalarimizga ko'rib turgan bo'lsa videoni, o'shalar menga kelgan oldinga bir marta yo'qlab bo'ldi. Boshqa odamdan men yo'lda reklama qilib boshqa narsa qilmaganman. Qolgan hammasi o'zimni cho'ntagimdan ketgan pullar. Tushunarli. Yo'lda sarguzasht bo'lgan. Xuddi bir ertak namoqdek, bu ko'p ba'zilarga bir ertakdek tuyulishi mumkin, lekin ba'zilarga haqiqatda bo'lishi mumkin. Pishakning voqeasi, ya'ni mushukning voqeasi. Instagramga qo'yganman. Qiziqadigan bo'lsa ko'rsa bo'ladi. Aka, vodiga kirib kelishimiz kerak. Do'stim Avazbek degan bola bilan sherik bilan chiqqanman va biroz chiqolmaysiz. Aka, nimadir miyovlayapti dedi. Nima miyovlayapti deyman? Zovurcha bor ekan. Zovurchaga bordim, mushuk chiqib ketgan bo'lsa kerak turib. Daraxt tepasida mushuk tushdi. Uni endi o'sha yerda qaradik, shu yerga qo'ydik, ketyapmiz. Orqamizdan aka o'sha bir 25 km, 20 km yurganmiz, mushuk to'xtamadi. Keyin biz vodiyda kirib bordik, Andijon postida o'tdik. Postdan biz va mushuk birga o'tgan. Biz olib ketish kerak bo'lgan mashina, mushukga chiqazmiz, qanaqa mushuk bilmayman, endi har xil kasallik bo'lishi mumkin dedi. Men mushuklarni juda ham yaxshi ko'raman. Bo'pti, xayr dedim, mushuk bilan xayrlashdim, ketdim. Ertasi kuni boryapmiz, o'sha biz Ehsonga boradigan mahallani boshida o'sha mushuk turibdi-da. O'sha mushuk biz bilan birga kirib boryapti. Bu bir tarafdan qo'rqinchli, bir tarafdan qiziqarli, bir tarafdan tushunarsiz voqea. Vallahi qalam farishta bo'lishi ham mumkin bo'lmaydi. Chunki sizni masjiddan o'sha yerdan kutib olib, to uyigacha olib borgan mushuk bilmadim endi bu yog'i xuddi bir uyushtirilgandek yoki videosini kesib qo'ysalar, misol uchun ko'plar ishonmasligi mumkin. O'sha aytganman, bu mushuk bizdan shuncha kilometr yurdi deb aytib turganman. Ana lokatsiyani, joy lokatsiyani ko'rsatib ham. Video davomida ekraningizga chiqib ketadi, pastda Instagramlar yozildi, og'amizni bemalol Instagramiga o'tib kuzatishingiz mumkin bo'ladi, xudo xolasa. Shohruxbek 27 yoshga kiryapsiz, xudo xolasa. Qiyinchilik tug'dirmayaptimi? Rejissyorlik, prodyuserlik tug'diradi aka. Hofizlik ham qilib turasiz, adashmasam. Aha, o'zim qo'shiq aytaman. Hobbi bu, haqiqatan bu qo'shiq aytish. Ovozingiz bor lekin. Bilmasam endi aka deydi. Yo, xudo xolasa kelajakda ketishingiz ham mumkin, hofizlik. Aka, men oilam uchun pul topaman. O'zim uchun ijod qilaman. O'zim uchun deganda nimaga? Misol uchun kimdir bor, kimdir yo'q. Kimdir kerak, kimdir kerak emas deydi. Meni qilayotgan ijodim insonlarga kerakli insonlar bor, o'shalarga yetib borsa bo'ldi. Men qo'shiqlarim bor aka, misol uchun tayyorni aytaman. Shunaqangi replarim bor, shunaqangi estradni replarim bor. Ko'plarga qo'yib bersam yoqqan. Sizni o'zingizga ham qo'yib beraman. Turk kupletini qo'yib beraman, kerak bo'lsa eshitib ko'rasiz, buni qo'ymaymiz. Aytasiz, qo'shiq aytsangiz bo'lar ekan-ku deysiz. Mayli, endi 4 qator jonli eshitsak. Iloji bormi shu narsa? Oxirgi qo'shig'im bor. Nega men seni sevdim ayt. Seni sevardim, orzularim sen bilan faqat ikkimiz. Faqat ikkimiz. Orzular qilar edik, biz baxtdan kular edik ikkimiz. Faqat ikkimiz. Bugun esa begona, men endi bir devona sensizlikda, sensizlikda. Sen ketding o'zga bilan, men qoldim armon bilan yolg'izlikda, yolg'izlikda. Nega men seni sevdim ayt degan qo'shig'im bor. Yaqinda. Mashallah, zo'r qo'shiq. Siz nafaqat hamma statuslaringiz, qo'shiqlaringiz hammasi sevgidan kuyganlik haqida. Nimaga? Bir paytlar kuyganmiz. Bir paytlar. Hozirgacha shuni olib yuribsizmi? Yo'q aka. Endi bir jarohat olganingizdan keyin uni yarasi bitishi mumkin, lekin izi qoladi deydi-yu. Izi qolgan. Izi lekin kelajagingizga ta'sir qilishi mumkin-ku. Ta'sir qiladi, bu 100%. Misol, masalan, men shu yerda endi savol javobdan chekkalashamiz, misol qilib aytadigan bo'lsak, o'shani haligacha esda qo'shiq yozasiz, she'r yozasiz deylik, ya'ni status deylik. Hozirda yoningizda yurgan muhabbatingiz bundan jahli chiqmaydimi? Sen nimaga uni haligacha unutganing yo'q, uni eslayverasan, bunday deb bir janjallar qilmadimi? Yo, hozir hech kim bilan gaplashmaysizmi? Ya hozir muhabbatni o'z yo'lida shuni aytmoqchi edim-da. Aka. Endi yo'q, muhabbat aslida nima? Muhabbat bu bir insonni ikki inson tushunishi. Ya'ni siz kim bilandir muloqotda bo'lyapsiz,
u sizni tushunsagina shunda muhabbat paydo bo'ladi deb o'ylayman. Misol uchun men munosabat qilmaganman demayman, qilganman. Insonda taraflarda ko'p tushunmovchilik bo'ladi aka. Men shuning uchun tinch quloqim deydi-yu. Kerak emas. Tinch quloqim ochqarman. Bo'ldi, ana. Endi xotinsiz o'tay deydi kerak bo'lsa. Momosiz o'tay aka bo'ldi. Endi Xudo xolasa otam topgan, onam topgan qizga uylanaman deysiz. Yo'q. Unaqa emas aka. Harakat qilasizmi? Yana sevishishga. Balki nomid shayton. Nomid shayton. Ha. Ajoningiz sog' bo'lsin. Inshaalloh Xudo xolasa baxtli bo'lib, xuddi o'zingiz o'ylagandek yor topish nasib qilsin Xudo xolasa. Ota-onangiz hayotlarmi? Albatta. Oilada necha farzandsiz? 4 ta farzandimiz, ikkita singlim, bitta ukam bor. Eng katta farzand menman. Eng katta farzandsiz. Odatda biron joyda ishlaydilarmi? Yo'q, qadam ishlamaydi. Oyim ishlaydi. Ro'zg'or nozi o'zingizga qaragan shunday. Alloh ro'zg'or karvoni. Malades, Xudo xolasa. Ota-onangiz hojatini qilib, boylardan qilib qo'yish nasib qilsin Xudo xolasa. Allohning uyiga jo'natdim, o'sha eng katta orzuyim bo'lgan. Yubordingizmi? Ha, buvim oyim atamdan jo'natganman. Mashalloh, nasib qilsin bizga ham. Siz qatori bizga ham nasib qilsin. Endi menga qarang, 27 yoshga kiryapsiz. Quvvatli ishlaringiz, rejissyorlik, prodyuserlik bular sizga qiyinchilik tug'dirmayaptimi? Baribir har holda yoshsiz. Chunki O'zbekda bitta narsa bor. O'zbekning kichkinasi bo'lgandan o'g'risi, gurjisi bo'lgan afzal degan gap bor. Sen kichkinasan, sen aralashma degan gaplar bo'lsa kerak baribir ijod. Bo'ladi. Bo'ladimi? Bo'ladi. Men yosh deb o'ylab ko'p narsani tushunmaydi deyishadimi yoki boshqa deyishadi. Mana o'yinchida o'yin qilishadigan o'zimning yaqinlarim ham bor, akalarim ham bor. Shunday, ha. Ijodkor akalarim bor. Shunaqangi 200lamachi insonlar ko'rganmanki, ularni ko'rib aka, vallohu alam deysiz. Yo, bo'lganmi shu payt? Shunaqa qanday chiqdi? Hozir ham bor aka. Shunchaki ko'rib qo'yaman. Sabab misol uchun hayot shunaqangi narsa ekanki, boshda yosh bo'lasiz, ana kimdirgadir bir aybini ko'radigan bo'lsangiz, boraman, uraman. O'rta yoshga kirasiz, ana men haqimda gapiribdiman. Yaxshi-da, u haq deysiz. Shunday. Sabab oldingizdagi inson agarda sizni hurmat qiladigan bo'lsa, sizni deya oladigan bo'lsa, boshqa insonlarning so'zini eshitmaydi. Uni so'zini eshitish uchun u bilan siz haqingizda suhbat qilish uchun u bilan yaqin bo'lish kerak. Shunday lekin. U bilan yaqin bo'ldim demak siz unga begonasiz. Xuddi shunday. Mana shunaqada. Da, to'g'ri lekin. Oylik daromadingiz qancha? Mayli, to'g'ri aytmang, 5% oshirib ayting yoki yashirib ayting. Yashirdim 5% mana shunday deb aytsangiz bo'ladi. Например, qilib ayting. Oylik daromadim. Ko'p shekilli kalkulyatorda hisoblayapsiz. Yo'q, kalkulyatorda emas. 150-200 million bormi deyman? Yo'q aka. Bo'lsa, Xudo xolasa. Alloh nasib qilsin aka, albatta. O'zbekistonda eng boy milliarderlardan bo'lish nasib qilsin. Chunki siz boyisangiz zarar emas, foydasi bor. Xalqimizga ham, bizga ham Xudo xolasa. Albatta, to'g'ri aytasiz. Lekin men havas qildim o'g'illar 27 yosh bo'lib turib, prodyuser, rejissyor, xonanda hamda bloger. Yana mana videolarda, ya'ni video kliplarda ham chiqib qoladi. Mahorat bilan o'ynaydi rolini. Ko'z yemasin zo'r. Havas qilsa arziydi do'stimizga. Xo'p. Sizga ko'rsatiladigan narsam. Oylik daromadingiz 22-oktyabrdan 21-noyabrgacha rasxod. Tushunarli 100 millionga yaqin mana bu. Nalogchilar shu yerda bo'lsa boraverasizlar. To'laymiz soliq. Soliq to'lamasam bo'lmaydi-ku. Bankdan kreditlar bormi? Bor. To'lamayman degan kreditim bor aka. Allohga shukr, Alloh rizqim beradi, lekin men o kreditni bo'lib mibga chiqarsa so'rayman, tushunyapsizmi? Alamim bor shu bankda. Ana yo'lni o'rgandingiz. Ana Shohruxbek ijod paytida qanday qiyinchiliklar bo'ladi? Ijod paytida sizni tushunishmaydi. Nohaq ayblashadi, haqqingizni yeb ketadiganlar ko'p aka. Mana shu eng qiynaydigan narsa shu. Ijod paytida. Ya'ni qanday haqqingizni yedi ijod payti? Siz video oldingiz deylik. Aka, mana shunaqangi san'atkorlar bor-da. Ismlarini aytmayman, balki o'zlari ko'rishar. Oldimga keladi, klip olib bering aka, sharoitim yo'q, absolyutni. Ko'rasiz, muomalasi yaxshi boshqa, xo'p deysiz. Klipni olib berasiz, xalqqa manzur bo'ladi. Akaxonlari chiqishni boshlaydi. Uni qo'llab-quvvatlaydigan. Aslida siz uni olib chiqdingiz, to'g'rimi akam? Siz qo'llab-quvvatlayapsiz uni. Shunaqangi ijodkor bor. Aka, ishoning, u inson uchun men borimni tikib o'rganman. Mashinamni tikib klipni olib berganman. Mashinam shunday yurib turgan mashinamni sotib klipni olib berganman aka. Hozir hamma taniydi. Ismi sirmi? Ismi sir. Hamma taniydi hozir. Keyingi intervyuda aytasizmi? Ha, aytasan, Xudo xolasa. Ayt, balki. Shunaqa hamma inson taniydi aka. Ko'p insonlar taniydi. Qo'shiqlar zo'r, o'zim ham uni muxlisman kerak bo'lsa.
Lekin aka mol dunyo kimgadir berilsa, kimdirning ko'zi ko'rpa deb bekor ketmaydi. Biz soha bitta ot aka, yovvoyot. Shuning hamma minishga harakat qiladi, minadi, qanchadir joygacha boradi aka, qayergadir borganda bitta urib tushiradi-da baribir. U insonlar tushishni hech qachon o'ylamaydi. Sabab misol uchun men hozir yursam bo'ladi, boya aytganingizdek. Pont shunday beraman, men rejissyorman. Men prodyuserman, men blogerman. Reklama narxi $2000 desam bo'ladi aka. O yo'q narsa-ku bu. Aka bu ertaga qolib ketadi mendan. Men misol uchun menga buni hech kim boylab bermagan, boshqa narsa qilib bermagan. Xo'p deyman. Ko'raman aka hali qo'lidan o'sha narsa kelmagan. Lekin o'zini kimdir deb ko'radi. Keyin aytdim o'sha men hozir aytgan insonga, "Oy, meni haqqimni ber. Mamni qamda prosmotr bo'lib yotib klipni olib bergan narsalarim. Menga haqqim ber, prosmotrdan pulni beraman" degansa, aka zo'r bo'lib ketsam, haqiqatdan shuni bersang ham men misol uchun mashinam joyiga qo'yib oladigan pul bo'lyapti. Endi siz tasavvur qiling, bitta mashina qo'yib oladigan darajadagi klip prosmotr bo'lyapti. Yo'q dedi. Men dedi, adminim bor, adminim bilan gaplashing. Qanaqasiga meni oldimda kelgansan likkillab oldimga. Qanaqa admining, inson lafzing bormi? Yo'q dedi, shunday xolis Allohga topshirdim bo'ldi. Hozir aloqa qilmaysizmi? Aloqa qilaman. Hozir ham video ishlaysizlarmi shu bilan? Ishlab turamiz. Endi pulni bersa ishlaymiz-da. Oldingidan aka-ukachilik emas boshqa. Shunaqangi ijodkorlar bor, muomalasi yaxshi qo'ygan. Shunaqangilar bor, mana shunaqangi yedirib ketgan. Ikkin aktyorlar masalasida. Bizda ko'plar anaqa qiladigan bitta shu tomon qo'yadi, bu og'ir tema bu. Konfet temasi deyiladi bizda. Ya'ni o'z-o'zini moliyalashtirib chiqadigan aktyorlarga aytiladi bu. Endi bu narsa nima aka? Ya'ni qarang, kimdir aktyor bo'lmoqchi men oldimga kelyapti. Men sizga ayblarini sanab beraman, keyin men haq yo'q nohaqligimni aytasiz. Xo'p. Aktyorskiy bo'yicha o'qimagan. Xo'sh. Aktyorskiy bo'yicha shaxsiy imijga ega emas, biror bir obraziga ega emas, o'zini shaxsiy hayot Tushunarli. Oldin proyektlarga chiqmagan, opit yo'q. U o'rganish kerak. U hech nima ekanda u. Hech narsa. Hech narsa. Lekin u xohlaydi klipda chiqib rol o'ynashni. Qanday qiladi uni? Endi qarang aka. Siz unga aytasiz, sen o'qimaganligingni mayli bir chetga suraman. Men senga o'zim o'rgataman. O'zim opit qilib beraman senga. Boshingda turaman, premyeringgacha yoningdaman. Lekin haqqini to'la deysiz. Nima deydi bilasizmi? Siz qanaqa insonsiz? Siz aktyordan pul olishga haqqingiz yo'q. Endi savol, sen aktyormisan degan savol, men aktyorman degan savol o'ziga berib ko'rmaydi o'sha inson. Shuni ayting, to'g'ri, lekin u gapingiz to'g'ri. Shunaqalar ham boradi-da. Misol uchun aka, ishoning shunaqangi insonlarni bilaman, o'sha boshda o'ziga vlajet qilib, aka hozir normalniy summa topadigan bolalar bor. Nimaga? Mana bu brendda biznes, show biznes ham bitta biznes. Mana 100 ta reklama qilganingizdek aka pul topasiz. Reklama qilingan mahsulot hammaga kerak. Shunday. Opitiz bo'ladigan bo'lsa, siz misol uchun siz rejissyorsiz, opiti bor rejissyor chaqirmaysizmi aktyorni? Chaqirasiz aka? Albatta. 100 bitta klipda chiqqanmiz chaqirmaysizmi? Chaqirasiz. Albatta. O'shangacha davrgacha o'zingni qo'llab-quvvatla. Shunday. Nimadir misol uchun so'raysiz, to'g'ri kelmadimi aytasiz. Real misol uchun ukajon, mana bunaqa proyekt bor, yo opajon, mana bunaqa proyekt bor. Mana buncha rasxodi bor. Nimaga rasxod deganda har bitta syomkada aka tushuning. Bizda grimyor, kostyumyor, operator, misol uchun texnika hammasi soatbayga chiqadi. Uni montajyor ham misol uchun bir 10 ta dubl olingan bo'ladi-da, uni epizod tushunyapsizmi? Eng yaxshisini yig'ib olib turib o'shani qo'yish kerak. Hammani mehnati ko'payadi, hammani narxi oshadi misol uchun. Shunday. O'shalarning haqqini berib qo'y desa nima deydi? Men deydi, konfet bo'lmayman. Sen konfet emassan, sen o'z-o'zini moliyalashtirayotgan insonsan. Bu shaxsiy biznesingga rivojlantirishingga esa tushunmaydiganlar bor, tushunadi. Tushunadiganlar aka bo'ldi deydi. Men qo'yib qo'la boshladim. Aka bo'ldi, пожалуйста deydi. Meni ko'nglimdagidek rol bo'lsin, roziman deydi. Mana shunaqa tarafi. Men bunga misol uchun ko'plar qarshi bo'ladi aka. Men qarshi emasman. Albatta u. Sabab aka turli institut o'qiy olmaydigan bolalar borda, sharoiti 8 million yoki super kontrakt to'la olmaydi. O'qishga borishga kelsa pul topa olmaydi. Men misol uchun o'zimda hayotda shunaqa holatlar bo'lganda, ular nima qilsin? Men misol uchun hammadan emas, birontasini sharoiti bo'lmasa, "Uka, meni yonimda yordamchi bo'lib yur, chiq" deyman. Chiqqan bolalar bor. Shunchaki qo'llab-quvvatlaganingizda chiqib turib, yana ustingizda o'tirib ketganlar ham bor. Anaqa shu. Qarang, hozir men xonandaman deylik. Men o'zim men xonandaman. Yosh ijodchiman. Hali qo'shig'im chiqmagan. O'zim avtorskiy qo'shig'im bor va u avtorskiy o'ylab qo'ygan videom bor. Video klipim. Sizga murojaat qilsam, ya'ni shuni olaylik. Chiqarib ber menga. Aktyor, aktrisalaring va ana shu manzaralaringiz o'zingizdan desam. Qancha bo'ladi rasxod? Например, aka men real aytaman, men yashab o'tiraman, men $500 dan boshlayman. Ishlab berishim, komandam chiqishim.
$500 dan boshlaysiz. Eng arzoni $500 dan boshlanadi. Ya'ni buni nimaga bu savolni sizga nimaga beryapman? Chunki adashmasam o'zingiz ham bir oddiy oiladan chiqqansiz, o'zimizga o'xshagan, to'g'rimi? Albatta aka. Ustani bolasiman men. Boringizga shukr, umringiz uzoq bo'lsin. Ana shuning uchun aytyapmanki, ya'ni yosh ijodkorlar hozir chiqyapti-ku masalan. Yosh ijodkorlar, lekin juda katta puli yo'q syomkalarga borib, anaqa studiyalarga borib video oldirishga, boshqa qilishga, shunga sizga murojaat qilsa, qilib bera olasiz polni. Shu eng arzoni $500 dan boshlanadi, to'g'rimi? Ya'ni ko'plar aytadi, ko'plar uchun $500 katta pul, haqiqatan 6 million so'mdan oshiqroq pul. Lekin aka, u yerda faraz qiling, bitta klipni bitish uchun montajyor, kolorist, stik teradigan montajda o'zi 3 ta odam ishlayapti ekanda. Endi kadrda orqasida grimyor, kostyumyor, operator, rej, pomosh rej 7 ta odam bo'lyapti. Endi bo'yaganga qo'shadigan siz 10 ta bo'lyapti. Aktyorskiy sostav bor endi. 20 ta odam mehnat qilyapti. 20 ta odamda 6 million bo'lsa, odam boshiga 300 ming so'm to'g'ri kelyapti aka. Shunday lekin. Ya'ni buni ko'plar hisoblamaydi-da. Lekin agar mana ko'rdingizlar, hisoblab kitob qo'yib berdi. Hammasini kim shunaqa bir qiziqib, havas qilib yurgan bo'lsa, pastda Instagramning logotiplari, Instagram nomlari chiqib turibdi. Bemalol Instagramiga o'tib, direktgami yoki nomerlari bo'lsa, bemalol nomerlariga chiqib, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Xudo xolasa, mana og'amiz qo'lidan kelgancha qo'llab-quvvatlab podдержка qiladilar, nasib inshaalloh. Xudo xolasa, Shohruh, endi maqsad, kelajakdagi maqsadlaringiz va rejalaringiz qiladigan, planlashtirib yurgan. Aka, Xudo berdi hamma narsani. Qilishim kerak bo'lgan ish bitta uylanishim qoldi. Realni aytaman. Misol uchun, men ana juda через nimaga boy bo'lib ketishni ham xohlamayman. Faqirlikda yashashni ham xohlamayman. Men oddiy inson bo'ladigan bo'lsa, men atrofimda ham oddiy insonlar yig'iladi. Gadon do'sti gado bo'ladi deydi. Shunday. Nimaga bunaqa deyapman? Samimiy his-tuyg'ular doim eng arzon joylarda bo'ladi. Qimmatchilikda faqat paxta qo'yish, faqat ana o'sha qimmat narsasi borligi uchun yurish, boshqa qilish. Meni ustozim o'sha Muslim Ali degan ustozim bor. Sovg'a qilgan soatim bor, $55 ming turadigan. O'shani xizmatga taqib kelib bunday o'tirsam bo'ladi, to'g'rimi? Shunday lekin albatta menga o'xshadi mana. Bunday qilib olma. Yo'q, o'tirsam bo'ladi. Albatta. Unda shaxsiyat qolmaydi-da. Sizni mol dunyoyingiz narsa uchun topadigan pulim ko'rsiz, lekin aka ishlatadigan mana, realni aytaman, mana misol uchun qolganlarga ko'rsataman kerak bo'lsa, iPhone 11 ishlataman, ham ekran singan. Men dangal aytaman, misol uchun nimaga? Buni telefonni vazifasi men bilan gaplashishim kerak bo'ldi. Instagramga video shu telefonda olaman. Xuddi shunday, xuddi. Nima keragi bor? Ha, menga o'xshab mana o'tirasizlar maqtanib. Aka, siz ishingizga kerak-da endi. Albatta. Shohruhbek, Xudo xolasa, yana bitta sizga savolim. Endi keling, ijodingizni ham bildik, hayotingizni ham bildik. Keling siyosiy savollardan bersam. Mana uylanmagansiz, hozirgi zamondagi qizlarni ko'ryapsiz qandayligini. İçtimai savol değil, siyosiy siz menda lans o'tirmasdim menda. İçtimai savol demoqchi edim o'zi. Yechinib, masalan, pashta yubkada yurishadi, bosh sochiq, boshqa. Nima deysiz shunga? Mana uylanmagan bo'ydoqlar sifatida javob bering. Men endi desam deydi-yu. Aka, tut yetadimi deydi? Tutlaringiz ko'pmi deydi? Yo'q. Aka, qarang. Endi biz ham dunyoviy, ham diniy mamlakatda yashaymiz. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, men shaxsan o'zim o'ylayman, qaysi qizni qanaqadir kiyim kiyganini muhokama qilish hisob, u qizni ertaga men qabrda javob bermayman aka. Uni akasi gap bordir, otasi bordir, boshqasi bordir. Avvalo ular muhokama, erkaklar o'zi muhokama qilsin, o'zi bilan men dangal aytaman. Mening ham singlim bor, ikkita singlim bor aka. Men shunaqangi dasturni erkaklarni bilaman aka. Misol uchun singillarni shunday zo'rshab qo'ygan. Misol uchun noto'g'ri yurmaydi, kalta kiymaydi, boshqa narsa qilmaydi. Xo'p, kiysin, boshqa narsa qilsin. Hamma o'zi uchun qiladi. U endi misol uchun siz bilan men fikr bildiramiz deymiz, ularni o'zgartiramiz deb o'ylaymiz-da. Albatta. Lekin aka, ularni oilasidagilar o'zgartira olmasa, siz bilan meni fikrim bir teng. Xuddi shunday. Meni bitta aytib oladigan gapim, shu joyini xohlasanglar qirqib qo'yinglar, boshqa narsa qilinglar. Ey singlim yoki opam yoki misol uchun qanaqadir ayol. Siz ko'chaga chiqyapsiz, boshqa qilyapsiz, to'g'rimi? Lekin bitta narsani biling. Ayollar har bitta ifori, uni ehtirosi, uni e'tirofi faqat uni jufti uchundir. Siz o'zingizni agar shu darajada arzon biladigan bo'lsangiz, xohlagan inson sizni ehtirosingizni bilsin, xohlagan inson sizni iforingizni bilsin. Shunaqa bo'lsa yuravering. Agar unaqa arzon bo'lishni xohlamasangiz, farjingizni saqlang. Farjingiz degani bu uzun xalat kiying degani emas. Birov ko'rganda sizni lazzatlana olmasin.
lazzatini olish uchun u sizni kimdiringiz bo'lishi kerak. Yoki ko'chadagi hamma sizni kimdiringizmi? Men aytadigan gapim shu. Malades. Malades. Opalarimiz eshitib o'tirgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Endi og'amiz uchun Xudo xolasa. Shu darajaga yetib kelishingiz, ya'ni hozir 100 taga yaqin klip olgansiz, to'g'rimi? Kimdir yordamchi bo'lganmi sizni masalan? Hozir nima ko'p, rejissyor ham ko'p bo'lsa kerak. Juda ko'p. Juda ko'p, to'g'rimi? Aynan. Sizni mana shu darajaga kelguncha, mana shu 100 ta klip olguncha, masalan, ancha-muncha tanish orttirgan shu darajaga kelguncha kimdir sababchi bo'lganmi yoki kimdir yordam berganmi? Yoki kimdir yoningizda turganmi? Aka ota-onam duo qildi. Bo'ldi. Sabab shunaqa insonlar oldiga borganman, aka, u siz rejissyor, siz oldingizda yuray degan paytda sen kimsan degan. Lekin hozir o'shalar men bilan yaqin insonlar. Shunaqangi paytlar bo'lgan, nimadir o'rganib turib kimdandir so'ragan paytlarida meni qurib yetmasligini bir izvatsiya qilganim muqobil qilib aytganda mendan katta so'mmalar so'rashganlar bo'lgan. Lekin men imkonim bo'lsa berardim aka shu pulni, imkonim bo'lmadi-da. Aynan o'shalardan meni qalbimga bironaqa qolib ketgan deydi-yu. Hali bir narsani isbotlayman degan narsa. Inson hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun yo juda ham kuchli bo'lish kerak, yo juda ham insonlarga bo'lgan nima bo'lish kerak, e'tirozi bo'lish kerak, nimadir isbotlashga bo'lgan harakati bo'lish kerak deb o'ylayman. Boshqa paytda muvaffaqiyatga erishish qiyin ekan. Ya'ni sizga hozir demoqchi, sizga hech kim yordam bermaganda shunda? Yo'q. Hech kim yoningizda turmagan. Meni kim yonimda turadi aka? Ota-onam duo qildi, bo'ldi. Qolgan hammasini qo'li, nima qilasan qo'lingdan kelmaydi degan. Men bironta sinfdoshim men rejissyor bo'lishimga ishongan deb o'ylaysizmi aka? Bironta meni ota-onamdan tashqari amakim bor. Meni misol uchun men eng katta qo'llab-quvvatlagan ota-onamdan tashqari buvam, amakim. Sen men buvim qo'lida katta bo'lganman. Fazliddin degan shoir amakim bor. Ular ham bos, oilam. Umumiy hisobda oilam meni. Lekin men bu show biznes atrofida, boshqa atrofida hech kim meni qo'llab-quvvatlamagan. Men %100 aytaman. Kim meni qo'llab-quvvatlabdi? Meni lopmiga kelib aytsin, kimdir meni shogirdim, buni men odam qilganman deydiganlar hech qaysi menga hech narsa qilib bermagan. Hozir akam ukamdir, lekin unaqa nima deydi, nomini sotib turib, endi faraz qiling, qo'pol aytganda ayrimlardan ko'ra meni urvinim kattaroq. Men dangal ayta olaman bu narsani. Bu aytish kerak bo'lgan fakt. Albatta. Lekin ular misol uchun bizda suhbatga odamlar keladiganlar bor-da. U yoqqa kiradi, bu yoqqa kiradi, endi ofisimiz katta. Siz uni shogird ekansiz, u sizni odam qilgan ekan deydi. Kulib qo'yaman. Aka meni ota-onam duosi odam qildi, bo'ldi. Hech qaysi bir menga hech qanaqa yordam bermagan. Malades. Ota-onangizga ming rahmat. Azizlar, hozir qarshingizda Shohruxbek Iskandarov, prodyuser, rejissyor, xonanda, bloger va yana bir qancha ishlari bor, o'ziga yarasha malades, havasi sazida shu yoshga kirib shuncha ishlarni olib borish va shuncha bir insonlar bilan tanish bilish orttirishni o'zi bo'lmaydi. Hozir men bu savolni nimaga berdim? Mana ba'zi bir shu akamiz, ya'ni do'stimiz qatori yurgan insonlar bor, bolalar bor, yigitlar bor, qizlar bor. Kimdandir yordam kutib yoki kimdandir nimadir kutib yurgan insonlar bor. Eshitdingizlar hozir. Avvalo ota-onamiz duo qilsa, Xudo xolasa qolgan hammasi nasib ketaveradi. Shu paytgacha olgan videolaringizdan Shohruxbek, qaysilari o'zingizga yoqadi? O'zingiz maza qilib ko'rasiz, qayta. Klipmi yo klip? Klipga keladigan bo'lsak, Shohruh Ergashev sevgimlardan bozorlaringdan. Doston Ergashev sog'inib sizda. Keyingisiga keladigan bo'lsak, uchinchisini desam bo'ladi. Uchinchisiga qo'yaylik, mana oxiriga klipimiz. Dili darkoram shudi tojikistonlikda qo'shishimiz klip bor, o'sha klip. Adashmasam tojikistonliklarga mana rejissyorlik qilib turasiz-a? Da, hozir tojikistonliklar bilan keng qamrovdagi ishlarimiz bo'lyapti. Katta kliplarga gaplashganmiz. Mana bir oy ichida 5 ta klip oldim. 2 tasi o'zbek san'atkor, 3 tasi tojikistonlik san'atkorlarimizdaniki. Siz bo'lmasa o'sha 5 ta klipingizdan qancha daromad ko'rdingiz? Mayli ozroq yashirib ayting, oshirib ayting. To'liq aytishim. Har bitta klipda u yoq bilan 500-700 mingdan qoladi aka. O'zingizga sof qoladigani. Ha. Endi ba'zi bir kliplar bor aka, umuman misol uchun minusda chiqadigan kliplarimiz bor. Lekin Allohga shukr, boy minusda chiqmadim. Plyusda chiqdingiz. Boy, plyusda shaq. Kesh deydi. Hozir Toshkent uyda yashaysizmi yoki o'zingiz отдельно chiqib ketgansiz? Отдельно uyim bor. Отдельно chiqib ketgansiz, to'g'rimi? Chunki ijodkorsiz, baribir yolg'iz qolib ijod qilib turasiz, o'ylab, masalan, videoda klipni nimalarini, sahna ko'rinishlarini hammasini o'zingiz o'ylab turasiz. Juda yaxshi. Lekin men to'g'risi Instagramda ko'rardim bu kishini. Videolariga qiziqardim, videolarda chiqardilar, asosan shu Shohruxni
Keyin Daston akani shu videolarida ko'rganman. Shunga ham aytdim, bir chaqirgandim. Asosan bunaqa narsalarga egaligini, rejissor, prodyuserligini men to'g'risi hozir sizlar bilan birgalikda bilyapman. To'g'ri o'zim havas qilyapman. Nimaga? Mendan kichkina bo'lsa, 3 yosh kichkina. Lekin mendan ancha-muncha narsaga erishganlar. Malades. Har birimizga shunaqa qilish nasib qilsin. Xudo xolasa, bundan-da zo'r yutuqlarga erishish nasib qilsin sizlarga ham. Shuning uchun bitta like bosib kanalga obuna bo'ling. Endi sizga jostki savollar beraman endi. Unaqasi bor. Bo'ldi. Qarshi bo'lmasa endi. Mayli. Xo'p. Negativda yozammi? Bir negativ fikrlar bo'ladimi? Bo'ladi. Nima deb aytib berasiz? Datut kerak bitta qiz uchun siqilib deydi. Misol uchun. Faqat pul so'raysizlar. Mana sha'ni blogerligimda hozirgi nima kerak bitta qiz uchun shuncha video chiqazib, ijodimda bo'ladigan bo'lsa, nima biz pul berishimiz kerak. Kommentariyada shunaqangi nohaq insonlar ham bor, qilmagan ishingizni qildi, bu bunaqa deydi. Chatga kiradigan bo'lsangiz hech narsa yo'q. Negativ insonlar juda ko'p atrofimda. Negativ bo'lmanglar. Endi ana hammasini aytdi. Nimaga pul so'rashini ham aytdi, eksondan yemaganini ham aytdi. Endi mana shu bo'lmaysa degan umiddaman. Xudo xolasa. Bizda bitta narsa bor-da. Biz ko'tarilib borayotganini ko'ra olmaymiz. Uni chopamiz. O'zbekda shuda ekan. O'zbekmiz-da biz. Ko'tarilyapti. O'zbekman. O'zbekman-ku men. U ko'tarilyapti, u chopish kerak. U ko'tarilib ketsa. O'zib ketib qolsa, aka, shamol kelmay qoladi sizga. Ana shu gapni bolangizga shu. Ana shu narsani men tushuntira olmay turgan. Xudo xolasa, endi kelajakda uylanishdan boshqa rejalaringiz? Uylanishdan boshqa rejalarimmi? Aka, sayohat qilmoqchiman. Xo'sh. Mana Alloh qodir qildi, Xudoga shukr, hamma sharoitimni qildim. Endi Alloh nasib qilsa, ozgina uyim remont qoldi. Unaqa bo'lib, shu chet elga bosh olib chiqaman, bir yerga chiqaman. Qaysidir 3 oy, qaysidir 1 oy yashasa bo'ladi. Shunchaki dunyo kezib akani ruhiy xotirjamlik topmoqchiman. Bu media sohasini hamma orzu qiladi, boshqa qiladi. Media sohasida shovqin juda ham ko'p. Miyam charchaydi. Menga tinchlik kerak hozir. Menga na misol uchun sevgi, muhabbati, na boshqasi, menga faqat tinchlik kerak ekan. Hozir charchadim demoqsiz sizda. Ko'p narsadan. Kerak emas, va ortiqcha daxldasiz. Men hozir uylanishdan ham oldin aka men ruhiy tinchlanib olishim kerak. Shovqinlar ostida qolib ketganman. 100 taga yaqin video oldim dedingiz, ha? Klip, ha. 100 taga yaqin klip oldingiz. Undan tashqari o'zida ham yashirin bizneslaringiz bor. To'g'rimi? 27 yoshar bolaga lekin to'g'ri bo'lishi mumkin, charchashi mumkin. Chunki odam jismoniy charchamasa ham aqli. Men ruhiy, men jismoniy aka, vahshiy baquvvatman aka. Hozir qo'pol qilayotganda hozir o'ylasam 10 o'g'il tug'diraman ekan. Misol uchun jismoniy tomonlama. Borib tur kerak bo'lsa 20 ta qop sement tepaga olib chiqib bera olaman. Lekin insonda ruhi charchasa aka, men bu hech narsa yoqmaydi-da. Hozir mana shunaqa qo'ygan, kimnidir ortiqcha gap kerak emas menga. Men munosabat bo'ladigan bo'lsa ham va bo'ladigan bo'lsa aka, deymanda bo'ldi. Yana gapirgim kelmaydi o'sha odamlarga. O'zingizga bu yoqmaydi-da. Seniki to'g'rida ketaveradi. Tushunmayapsizmi? Bo'ldi, tark eting u yerni. Kerak emas 1000 marta tushuntirishingiz. Shuni aytaman. Seniki tuya uchadi desang, uchadi deb ketaverasiz. Hozir shunaqa ahvolga kelib qolgansiz. Menimcha, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Shunaqa ahvoldasiz hozir. Nasib qilsa endi shu hafta yoki shu vaqt davomida kimni videosida, ya'ni klipini ishlayapsiz? Qaysi xonanda? Hozirmi? Hozir birinchi ishlaydiganimiz Doston aka Ergashevga bo'ladi. Yana bitta klip chiqyapti, yaxshi qo'shiq. Premyerani nomini yoki bir sarqatishimiz mumkin. Albatta. Keyin web serialimiz kelyapti, Kuryer degan. Xudo xolasa keyingi haftadan bizlarda efirga ketishni boshlaydi. Instagramda ham, YouTube'da ham, televideniyada ham, hamma joyda YouTube'ga beriladi, efirga beriladi Xudo xolasa. Nasib qilsa. O'zingiz olyapsiz, ha? Rejissyor o'zingiz. Xudo xolasa nasib. Bundan katta proyektlarni ham ishlashingiz. Aytganingiz. Xudo xolasa nasib. Siz bilan bo'layotgan savollarga qarshilik joyingiz yo'qmi? Yo'q, hech qaysi. Hammasi joyli zo'r. Ya'ni men sizni chaqirishimga sabab avvalambor yo'q demay kelganingiz uchun yana bir bor rahmat aytaman. Shu sizdan biron narsani o'rganayman, masalan, rejissyorman deyapsiz. Chunki bizning ishimiz ham shu rejissyorlarga qaraydi. Mana shu ishimiz ham syomka ham, boshqasi ham rejissyorlik bo'lmasa bu ish nicho'da, to'g'risi. Shuning uchun shu kishidan biron narsa o'rganaylik. Biron narsa bizga masalan bir ham kattani, bir ham kichik gapini aytganni qil degan gap bekordan qolmagan. Savollaringizga qarshilik joyingiz yo'qmi? Yo'q, aka, zo'r. Yoki anaqa bir yoqmagan joyi bo'lsa ayting, hozir qirqaylik. Yo'q, hammasi. Videoga tushgandan keyin video olib tashlab, boshqa degan narsa yo'q, xudo xolasa. Rozimisiz? Yo'q, aka, hammasi zo'r aka.
sizni kuzatadigan ashaddiy muxlislaringizga, do'stlaringizga, ikkovingizga. Hammalarga rahmat, kuzatayotganlar. Avvalosi sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi insonlar umri yaxshi o'tsin, yomon insonlar o'ziga zamon bo'lsin deymiz, nima deymiz? Negativlarimiz ham bir kun sal saviyali fikrlaydigan bo'lib, sal keyinroqda ko'ra olmaydigan bo'lmasdan yaxshi bo'lib ketsa, hammasi zo'r bo'ladi. Muhimi to'xtab qolmay harakat qiling, hammasi zo'r bo'ladi. Mahalla shou kuzatuvchilari, mahallamizning mehmonlari. Bugun mahallamizda yana shu do'stimiz Shohruxbek Iskandarov, Xudo xolasa keyingi mahallamizga mehmon kim bo'lishini kommentariyga yozib keting va do'stimizga duo qilib qo'yinglar. Xudo xolasa ijodi bundan-da kuchayib, Xudo xolasa yaxshi qizlar nasib qilsin. Hayot davomi mudoma davom etsin, mashhur insonlardan bo'lsin. Sizga ham shu narsalarni, tilaklarni bildiraman. Kanalga obuna bo'lib, bitta like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni qoldirish esdan chiqmasin. Hammaga omad. Sog' bo'ling.